tuman territoriyasiga 5 ta mahallani xatlov jarayonidan o'tkazdik. Shu kecha kunduzga 1770 ta obyekt xatlov jarayoni qilinib, 1550 tasi muhokama jarayonida, ya'ni e'tirof tizimidan tegishli tashkilotlardan xulosa olish uchun yuborildi. Shu jumladan shularning ichidan yaqindagina yana 65 ta fuqaromiz e'tirof tizimidan o'tgan, ma'qul deb tasdiqlangan ijobiy xulosa olganlar uchun viloyat deputatlar kengashining qarori bilan egalik huquqlari e'tirof etildi. Hozirda xatlov jarayonimiz davom ettirmoqda. Jarko'cha mahallasida xatlov jarayonimiz davom etmoqda. Men bu xonadonga 1986-yilda ko'chib kelganman. 11 sotix yerimiz bor bu yerda. Dehqonchilik qilamiz. Xonadonni dokument qilishimizda sal qiynalganmiz. Mana Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat. Huquq o'zimizga bo'ldi. Erta nabiralarga, o'g'il qizlarga nasiya qilishga, ko'chmas mulk qilib sotishga bizga huquq berdi. Rahmat.